Xudo taolo bandalarga sinash uchun, imtihon uchun yuborayotgan balolarni to'sadigan asosiy qurol keladi. Bandani qilgan xatolari uchun Xudo taolo dunyoda jazo berishlik uchun yuboradigan musibat balolarini to'sadigan narsa bu duo keladi. Yana bu duo nimasida? Duo dinning ustunidir, imodat-din deb keladi. Duo yer va osmonning nuriga to'ldiradigan asosiy quroldir. Duoni kim qiladi desa, duoni qalbida iymoni bor, Xudo taborak va taologa ishongan odam duo qiladi. Duo dedilar, bu iymonning cho'qqisidir. Kim Parvardigorga duo qiladi? Albatta qalbida iymoni bor odam duo qiladi. Xudoga ishongan, Robbisi unga berishligiga ixlos qilgan odam Xudo taologa qo'l ko'tarib hojatini so'raydi. Bu dedilar, kishining iymonining eng cho'qqisi Parvardigorga yalinib yolvorishidir. Bandani Parvardigorga qanchalik yalinib yolvoryapti deganligi u iymonining komilligini belgisi bo'ladi. Qo'lini ochib, hayoli boshqa yoqda bo'lib, tili boshqa desa, qalbi boshqa yoqda bo'lib turishligi bu iymoni mukammalligi emas dedilar. Bandaning iymonining mukammalligini belgisi Xudo taologa hokisor bo'lib, ozgina uyqudan o'zini uzoqda tutib, bedor bo'lib, kechani yarmida turib Parvardigorga iltijo qilishlik bu bandaning qalbidagi iymonining komilligini alomati belgisi. Shuning uchun Xudo taborak va taolo Qur'on azim-i-shanda oyat-i karimalarda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani." Xudo taborak va taologa bandani yaqinligini shunday misol keltiradi Xudo taolo oyat-i karimada. Rasulimizga xitob qilib, "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, meni haqimda bandalar, ya'ni ummatlaringiz Parvardigor qanday zot deb so'rasalar, shunday deb aytingki, va iza sa'alaka ibadi anni, meni haqimda bandalarim sizdan so'rasa shunday aytingki, fa inni qaribun, men ularga yaqin turman, ujibu da'wata da'i iza da'ani." Vaqtiki qaysi holatdaki mendan duo qilib so'raydigan bo'lsalar, ujibu, men duolarni ijobat qilaman, shunday yaqin turman. Qaysi holatda, qaysi joyda mendan yordam so'rasa, men yordamga tayyorman, men haqimda bandalarim sizdan so'rasa shuni ayting deb Xudo taborak va taolo duoning ahamiyati haqida oyat-i karimani nozil qiladi. Duo Xudo taborak va taologa bandani yaqinlashtiradi. Duo qilishlik Xudo taborak va taologa bandani yaqinlashtiradi. Buni misoli dedilar, Qur'on azim-i-shanda ulul azm bo'lgan payg'ambar alayhissalomlarning ismlari keladi. Yani 124 mingdan ziyoda payg'ambar alayhissalom o'tgan bo'lsa-da, ulardan 25 tasini Xudo taborak va taolo Qur'on azim-i-shanda, Qur'on karimda ismlarini zikr qiladi. Va biz bizga mashhur bo'lgan Hazrat Musa alayhissalom, Hazrat Ibrohim alayhissalom yoki Yusuf alayhissalom biz uchun eng yaqin bo'lgan zamonda yashagan payg'ambar alayhissalomlarning hayotlarini, qissalarini Xudo taolo Qur'on karimda keltiradi. Bu ana shu qissalarda duoning ahamiyatini ham urg'u berib ketadiki, muqarrab bo'lgan payg'ambar alayhissalomlar Xudo taborak va taologa hamma